Assalomu alaykum aziz muxlis. Milliy AQSh, Rossiya va Xitoyning yangi dunyoning yetakchilari debatida Ikkinchi jahon urushidan keyin shakllangan dunyo tartibi qayta qurila boshladi. Yevropa endi yetakchilikka da'vo qila olmaydi. Bu haqida Argentina prezidenti ma'lum qildi. Prezidentning fikricha, Yevropa ko'p yillardan beri o'smayapti. Qo'shma Shtatlar butun Amerika va Yevropa tepasida bo'ladi. Yevrosiyoni Rossiya boshqaradi, ammo Osiyoning qolgan qismini Xitoy boshqaradi degan davlat rahbari. Milliyning fikricha, Lotin Amerikasi AQSh ta'sir orbitasiga kiradi. Argentina prezidentining so'zlariga ko'ra, hozirda Vashingtonning g'arbiy yarim shardagi asosiy hamkori hisoblanadi. Biz to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda turibmiz, deya qo'shimcha qilgan Milliy. Eslatib o'tamiz, avvalroq Xayr Miller tashkilotning COVID-19 pandemiyasiga qarshi kurashdagi usullaridan noroziligini bildirib, tashqi ishlar vaziri Gerardo Ferrardoga mamlakatni